Chicago'dan Kaxa Kallas desalar bilan demak eshitamiz. Shahrimizning ikkinchi mikrorayonidan Novostroyka domimizda 4-etaj 2 xonali 56 kvadrat uyimiz sotilyapti. Joyimiz Alloh qatsasi dinamit. Ikkinchi mikrorayon Yangi O'zbekiston degan joyimiz. Shunday palak degani yonidagi ro'paramizdagi domdagi lokatsiyasi dinamit bomba. Ichkarilarning obzori bilan tanishtiramiz. Eng narxini oxirida deb ketamiz, katta yuringlar. Bu ichkari bizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonadan qaraylik, bitta kichkina visachi balkonimiz bor bu yerdan. Katta ko'chaning yuzida bog'cha, maktab shunday yoningizda yengimiz Novostroyka domimizda. Qaraylik, eshikdan kirgan joyimizda katta prixojkamiz bor. Prixojkimizda keng, kichkina emas, tor emas, katta. Chap qo'limizda katta zalimiz bor. Zalimizda bu yerda mana sanuzelimiz razdenni alohida qilingan, dush alohida. Vannaxonamizda kafilda qilingan. Ibyoni mana spalnamiz. Salimizda sentralniy отопление bor bu yerda. Отопленияmiz sentralniy отопление. Xohlasanglar polni подключ remont qilib beradi, laminatlar qilinadi, aristollar qo'yiladi, polni aboylar qilib, kirdigan zaxati живый qilib beriladi ekan. Narxi 34 ming, через bank faqat to'g'ri kelmaydi. Agar mashtansanada olaman desanglar 32 ming, ozgina sunnatga o'tib beradilar. Telefon nomerlarini pastga qo'yib ketamiz. Bizga like qilib chiqarishingiz chiqmasin.